Kelinglar bugun sirlashamiz qizlar. Men haqimda bilmagan faktlardan bittasi. Tushuntsalaring, bu faktni men ham o'zim to'yimdan keyin bilganman. Oilada bitta qiz bo'lganim uchun meni juda ham erkak qiz deb o'ylashgan. Va maktabga borishdi, o'qishga borib kelishdi va o'qishni juda ham yaxshi ko'rardim. Bundan kelib chiqib, ba'zi bir qo'shnilarim, tanishlarim orqamdan har xil gaplar gapirishar. Ham uy bekasi bo'lganlari uchun menga ko'p ishlarni buyurmasdilar va asosan bor diqqatingni o'qishga qaratgan qizim deb tanbeh berishardi. Mana bu ishni mukammal qilmasang, sen erga tegmaysan yo seni kimdir olmaydi degan gapni men umuman eshitmaganman hech qachon. To'y, sep, sarpo, erga tegish va hokazo narsalar ham umuman mavzulari ko'tarildi. Bu joyda eshitib qolsam, menga begonadek tuyulardi bu mavzular. Uyimizga sovchilar kelgandan keyin albatta qo'shni, dom, mahallani surishtirib borishardi. O'zi yaxshi-yu, deyarli o'risfat qizda deyishardi. Sizlarda shipir-sidirlaringga yararmikan deyishar ekan. Hayron qolasan, chunki 12-13 yoshdan boshlab albatta ko'chalarda shipir yuradigan qiz edi. Shunaqa gaplar, shipir-sidirga yaramaydigan qiz uylarni tozalab, va bunaqangi shirin buxurni tutatib, buxurnitsalarimni bir maqtanib o'taysizlarga, chunki men uyimdan juda ham nafis va xushbo'y hidlari kelib turishni rosa yaxshi ko'raman. Albatta buxurnitsa va buxurlar qatdan olishda past atmetka qilib ketaman qizlar. Siz ungacha obuna bo'ling.